Alloh subhanahu va taolo uchta insonni ila sinamaydi. Tug'ilganki insonni sinaydi. Musulmonni ham sinaydi, musulmon emasni ham sinaydi. Har kuni sinaydi, har daqiqada sinaydi. Vazifa bilan, ish bilan, mehnat bilan, boylik bilan, kambag'allik bilan, sog'lik bilan, kasallik bilan, har xil sinovlar bilan Alloh subhanahu va taolo bandasini sinaydi. Alloh taolo aytayaptiki, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni qaysilaring go'zal amal qilar ekan deb deyapti. Go'zal amal. Ko'p amal emas. Aksaru amala demadi. Ibn Kasir, mana tafsirchilarimiz aytadi. Aksaru amala demadi. Ko'p amal qil demadi Alloh taolo. Ahsanu amala dedi. Sizlarni qaysilaring go'zal amal qilasizlar ekan deb Alloh subhanahu va taolo sinaydi deyapti. Biz, ya'ni bu kishi va biz